Stabilizator sotib olgandan keyin ko'pchilik uni ishlamayapti deb o'ylashadi. Bunga sabab bo'lsa, qanaqadir tushunarsiz fikrlardir. Hozirgi videomizda Latterning va Relili stabilizatorlarni ko'rib o'tamiz birga. Stabilizatorlar o'zini maxsus напряжение, ya'ni progressiyasiga ega. Relay stabilizatorlar ko'pincha holatda 10%. Latterning stabilizatorlar ko'pincha holatda 5% progressiyada o'ynaladi. Ikkala stabilizatorimiz ham crash toki Brizon va maksimal tok 270 gacha bo'lgan tok oralig'ini 220 10% progressiya orasida qilib beradi. Relay 10% da, Latterning 5% da. Hozir buni hisoblab ko'rsatib beraman. Hozir videoda 2 kW stabilizatorimizga 2 kW pechkani ulab ishlatib ko'ramiz. Mana stabilizator ulab qo'yganman, yana boshqasini nimagaki chiqayotgan tok ko'rish uchun. Xo'p, stabilizatorni qo'shamiz. Stabilizator qo'shdik. Mana pumpni ko'rsatsa bo'ladi. Bu yerda shkala, напряжение shkalasi bor. Ya'ni 2 kW 2 kW ulangan uchun shkala oshib ketgan hozir. Kirayotgan tokimiz 216, lekin chiqish toki 216 u ham. Nima endi o'ylaydi ko'pchilik. Mana shu joyda xato qilishadi. Stabilizator ishlamayapti. Kirish toki bilan chiqish toki bir xil bo'ldi deb ko'pchilik har xil xatolarga boradi. Hozir men shuni kirish tokini sun'iy ravishda pasaytirib tekshirib beraman. Kirish tokimiz 184 ga tushdi. Lekin chiqishini ko'ryapsizlar. 219, 220. 220 tok chiqazib beryapti. Stabilizatorimiz demak ishlayapti. Bu yerda hech qanaqa yolg'on yo'q. Stabilizatorimiz ulangan. Va uzib ham, qayta ulab ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Chiqayotgan tokimizdan. Sof 220 tok chiqazib beryapti. Kirish tokini ko'rdinglar. Stabilizator sotayotgan yilida progressiyasiga ahamiyat beringlar. Xoh Latterning, xoh Relili bo'lsin, har bittasining o'ziga yarasha progressiyasiga ega. Hech qachon stabilizatorni kilovatini bir biriga taqab olmang. Ya'ni 2 kilovat stabilizatorimiz Brizon tok holatida sof 2 kilovat tok chiqazib bermaydi. 1 kilovat tok chiqazib berishi mumkin. Shunda 2 kilovatli pechkamiz ham ishlamaydi. Agarda uyingiz uchun yoki qanaqadir texnika uchun stabilizator sotmoqchi bo'lsangiz, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. O'zimiz mutaxassislar tomonidan sizga to'g'ri keladigan tanlab beramiz.